Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. 2025-yilda sotiladi. 12 kilometr yurgan ekan. Dehqondan polik, chexol, shumka bo'lgan ekan. To'rtta yangi baloni bor. Metani bor. Tayyor mashina. Oltin peshtaning metani bor. Generalni berishadi. Narxini 7600 dancha o'tib beramiz. Shunday deyishyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar. Kimda shunaqangi mashinalar bo'lsa, telefon qilsanglar, bekinib qo'yib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 20 kun bo'lgan ekan chiqqaniga, labo sotilar ekan. Polik, chexol. 1200 kilometr yurgan ekan. Metani bor. Shumka bo'lgan ekan, qo'llar ham shumka bo'lgan. Metan bor. Zapaskasi ham deydi ekan. 25 sotiladi. Narxi 8400 dan ozgina tushib beramiz. Shunday deyishyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar. Generalni berishadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 2025-yil Damas sotiladi. Polik, chexol 5400 kilometr yurgan. Bitta yangi baloni bor, rakka. Eshiklar shunga bo'lgan ekan. Qimmat chexollar. Stoykani o'rnatgan. 25. Generalni berishadi. Dehqondan. Bitta metan ekan. Benzinda mashina. Bitta metan qo'ysa tayyor mashina. Srochni sotilar ekan. Hop, narxini 7,5 ming bo'ladi. Shunday deyishib, telefon qilaverasizlar bemalol. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 2005-yil 07 sotiladi ekan, dehqondan. O'ta yumshoq bor ekan. Polik chexollari bor ekan. Metani bor. Kraska yengil asfalt bo'lgan ekan. Mashinaning motor hadovoylari zo'r ekan. Narxini 2300 kam bor. Kelishamiz, telefon qilishingizni shunday deyishyapti. Generalni berishar ekan. Mashinaga aloqaga chiqib qolasizlar. Kimda qanaqangi sotiladigan mashina bo'lsa, aloqaga chiqsanglar qo'yib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 2008-yil Nexia 2 sotilar ekan. Yurgani qancha edi? 430 ming yurgan ekan. Motor hadovoylari zo'r ekan. Etibetida kraska bor ekan. Strashniy kaltagi yo'q ekan. Metani bor, motor hadovoylari zo'r ekan. Mashina yaxshi o'zi yurgan mashina ekan. Siz ham general berasizmi? Harakat qilamiz aka, beraman. Bu ham genda ekan, generalni qilib beramiz egalaridan deb deyapti. Bu ham dehqon mashinasi. Narxini 3700 dan tushib beramiz deb deyapti. Telefon qilaverasizlar bemalol. So'ng Strammer